Ota-bobolarimizni duosini olib beradigan, yengil bo'ladigan yumshoqqina ovqat qilamiz. Farsh, piyoz, tuzni to'g'raga solib, yaxshilab aralashtirib, pishitib olamiz. Larettadan olgan yangi kullerimni pochin qilib, kalididan yechib, suv to'ldirib olaman. Qo'llab yaxshilab urib pishitgan farshni frikadek qilib olaman. Kartoshkani erinmasdan chorkadan chiqaramiz. Kartoshkani shunaqa yoyib qo'yib olamiz. Ichiga frikadelka solib, yaxshilab preslaymiz. Dumaloq holatiga kelgandan keyin 1 soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Orada klarini tayyorlab olamiz. Tuxum, un, kukuruzli kraxmal, aralash ziravor, tochkasi ketguncha yaxshilab aralashtirib, koptochalarimizni kilarga botirib, qizib turgan yog'da orqa oldini qovurib olamiz. Katta qozonni olovga qo'yib, birinma-ketin terib chiqamiz. Sizga ko'ra, bolgarskiga ham sovarsangiz bo'ladi. Men faqat garimdori, chesnok, pomidor soldim. Uni yopib, past olovda yarim soatga dimlab qo'yamiz. To'xtaylik, yurichani bosib, yaqinligi videoni jo'natib qo'yinglar. Mazasiga gap bo'lishmoq emas. Hech o'ylab o'tirmasdan laretta oldik. Lekin 4 ta burchiga bir xilda sovutadigan multi airflow funksiyasi bor. Motori inverter motor. Kullerimni funksiyalari bo'lsa, yosh bolasi bor, katta oilaga muddo. Bunaqa ko'p funksiyali kulleri birinchi marta ko'rishim. Muzlagan suv, xona harorati, детский питание. Qaynoq suv, kaliti ham bor.